Endi ozish payti kimlarga zarur? Ozish paytida полный organizmni отеklarini yo'qotgani, jigar hujayralarini tozalagani, undan keyin ozayotgan ayollarda drain effekti ichida oqchoy o'simligi ekstrakti bor. Bu ishtahani nazorat qilishga ham juda ham zarur. Ishtahangizni nazorat qiladi, отеklaringizni yuvib tozalab beradi. Jigar hujayralaringizni yuvadi va pochkangizdagi tuzlarni, shamollashlarni, siydik-yog'larni tozalab beradi. Drain effekt oddiygina poroshok holatda tayyorlaganingizda mojito ta'mli ichimlik bo'ladi. Bu hech qanaqangi organizmni qiynab qo'yib, "Voy meni qiynadi, ertalabdan kechgacha hojatga yugurdim" degan insonlar bo'lmaydi, chunki bu 100% tabiiyligini hisobidan bemalol ertalabdan kechgacha yaxshi holatda yurasiz. Lekin agar sizda gormonal narashiniyalar bo'lsa, gormonlar bilasiz, organizmga suv yig'adi. Ana o'sha gormonal narashiniyalaringiz bo'lsa, organizmda отеklaringiz ko'p bo'lsa, albatta bu siz organizmingizda отеklaringiz